Dushimiz ham bitdi. Akvadan ko'rdik. Devori qattiq pavakadan hali rezinlarni qo'yganimiz yo'q. Biz samokleyishni pavaka. Orqasida kley bor, yaxshi yopishar ekan bu ham. Kafilga ham zo'r yopishgan. Mana bu Aristonda o'rniga shuni qo'ydik. 600 mingga oldik. Bu Aristondan nimasi yaxshi? To'kni ekonom qiladi. Suvni ochgandan beradi mana. 38 gradusga qo'yilgan, hozir 25 gradusga chiqdi. Mana bo'lsa 40 gradus, plyusi bor mana 43 gradus. Harorat ko'tarilib, o'zi birdaniga issiq chiqarib beradi. Mana bular issiq beryapti. Bir xil stabilni 43 gradus beraveradi mana. Temperaturasi 40 beradi. O'chirgan payt birdaniga o'chadi bu ham. Suvni o'chsa o'chadi. Bu to'kni juni ekonom qiladi. Va suvga ham yaxshi. Buni o'zining komplektida mana uzosi bor, uzo. Uzo degan narsa bilmaganlar uchun mavoda spiral yorilib, yo'g'masa zamikayna bu to'k suvga qochsa, bu qaytarib beradi mana. Bu testlarda ham sinib ko'riladi. Lekin 7 kilovat to'k tortar ekan bu. Juda katta to'k tortadi. Shuning uchun orqasiga 16 lik sim qo'yilgan. 3.5 dan 16 lik sim tortib kelingan. Alohida avtomatlar qo'yilgan. Buning uchun 40 lik avtomat bo'lishi kerak kamida. Mana buyimiz taxalot qiladigan joyimiz. Taxalot qiladigan joyda mana birdan isitib beradi ham. 34, 35 ko'tarib beradi. Bu taxalot uchun. Tahoratga keyin bitta narsani qilganmiz, ana turba qo'yganmiz, yuzlik turba. Suv to'g'ri boradidagi turbada aylanadi suv. Qaytib odamga sachramaydi. Bu yoqdan borgani ham shunday boradidagi aylanib suv odamga sachramaydi. Ariston qo'yilsa, misol uchun 80 lik ariston qo'yilsa, 80 litr suvni isitib, yaxlab isitib turaveradi. Bir xil miqdorda ushlab. Mana bu yerda tarat qiladigan joyga alohida olib kelinsa, u Aristondan misol uchun 3 metr joy bo'lsa, 3 metrdan turbaning sovuq suvi chiqib ketib, joyiga issiq suv kelishi kerak. Suv ham isrof bo'ladi. Bunda birdan isitib beradi. Biriga bir eni 1 metr, bunaqasi ham 1 metr mana. Bir kishiga normal cho'milishga. Dimoqot обязательно qo'yish shart. Tashqariga ham shu rakovinadan qo'yilgan. Bizdan isitib beradi suvni. Bu agar Ariston 10 metr nariyoqdagi Aristondan issiq suv tortib berilsa, issiq suv o'sha 10 metr turbada issiq suv ham bir 2-3 litr bo'lsa, o'sha suv ham isrof bo'ladi, to'k ham isrof bo'ladi-da. Bu xohlagan tomoniga buriladi.